vaqtgacha ushbu hadisga amal qilib taomlanmagansiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning quyidagi hadislarini eshitib, buni qanaqa qilib hayotimga tatbiq qilsammikin deb o'ylab yurardim. Hadis quyidagicha: Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam aytadilar: oshqozonning 3dan biri taomga, 3dan biri suvga va 3dan biri havoga. Xo'sh, qanday qilib bunaqa ovqatlanish mumkin? Axir biz oshqozonimizning o'lchamini bilmaymiz-ku. To'ymagunimizcha ovqatlanishni to'xtatmaymiz ham. Buni marafonga qatnashib o'rganganman. Javob quyidagicha bo'lib chiqadi. Biz ovqatlanishdan oldin suv ichib olamiz va taxminan 15 daqiqadan keyin taomlanamiz. O'z-o'zidan oshqozonimizning 3dan 2 qismi to'ladi, chunki ko'p taom yeyolmaymiz va 3-qismi havoga qoladi. Agar shunga o'xshash foydali ma'lumotlarni, sunnatga muvofiq taomlanishga doir shunga o'xshash ma'lumotlarni bilmoqchi bo'lsangiz va amal qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, meni marafonimga qo'shiling.